350 ming yigit qizda zamonaviy tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, startap va investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash. 2025-2027 yillarga mo'ljallangan ushbu reja Prezidentimizning tegishli qarori bilan amalga oshirilyapti. Navoiy viloyatidan tayyorlangan lavhamiz aynan shu mavzuda. Davlatimiz rahbarining yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy viloyatida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirish va zamonaviy startap hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun Aksiyadorlik tijorat aloqa bankining Navoiy hududiy kompleks xizmat ko'rsatish markazi tomonidan o'z loyihasiga ega, ammo moliyaviy tomondan imkoniyati bo'lmagan 320 loyihaga 44 milliard 218 million so'm miqdorida kreditlar ajratildi. Mazkur loyihalar doirasida ishsiz yoshlar uchun 508 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mazkur imkoniyatlardan samarali foydalangan yosh tadbirkorlar bugun o'z ishini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ymoqda. Xususan, Malikrabot bog'lari mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shohruh G'aniyev 2 gektar yer maydonida shifobaxsh golubika mevasini yetishtirib, insonlar salomatligi uchun foydali mahsulot yetkazib berishni maqsad qilgan. 8%lik 5 milliard so'm miqdorda kredit oldik. Mana hozirgi vaqtda 2 gektar yer maydoniga Amerikadan golubika ko'chatini olib keldik, ekdik, yoshlarni ish bilan ta'minladik. Bu golubika ko'chati 20 yil davomida hosil beradi. 14 ming dona ko'chat olib kelingan. Tomchilatib sug'oryapmiz. Xudo xohlasa kelajakda yana 2 gektar maydonda golubika ko'chatini yetishtirmoqchimiz. Ozodbek Ismatov yangi davr bolalari mas'uliyati cheklangan jamiyat asoschisi. Bolalarga sifatli ta'lim berish maqsadida zamonaviy va qulay maktab va maktabgacha ta'lim muassasasi barpo etmoqda. Ayni damda ushbu binoning qurilish va jihozlash ishlari tez orada yakunlanishi rejalashtirilgan. Joriy yilda 5 milliard so'm kredit mablag'i oldim. Bu kreditda mana shu qurilayotgan bog'chamizga sarfladik va hozirda jihozlash ishlari davom etmoqda va sentyabr oyida qurilish ishlari tugatilinadi. Bu binomizda 30 nafar yosh xodimlarni ishga jalb qilamiz va 150 o'rinni o'z ichiga qamrab olmoqda. Shuningdek, Zarafshon shahri Geolog mahallasida istiqomat qilayotgan Samoiddin Temirov xususiy maktab faoliyatini tashkil etish hamda o'quv jihozlarini sotib olish uchun 460 million so'm miqdorida kredit olib, kamida 20 nafar xodimni ish bilan ta'minlashni maqsad qilgan. Milliy taomlarimiz va shirinliklar xalqimizning sevib iste'mol qiladigan mahsulotlardan biri. Yosh tadbirkor Shahnoza Bonu Rustamova davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda o'z ishlab chiqarish sexini ochdi va bugun 20 dan ortiq ish o'rinlarini yaratdi. Bankdan 5 milliard atrofidagi kredit oldim. Hozirgi kunda o'zim qatori 20 dan ortiq yosh o'g'il-qizlarni ish bilan ta'minlaganman va bu firmadan 100 dan ortiq xil non mahsulotlari, qandolat mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, yarim tayyor mahsulotlar ham ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari, u kashtachilik bilan ham shug'ullanib, milliy qadriyatlarimizni kelajak avlodga yetkazishda hissa qo'shmoqda. Zamonaviy texnologiyalar davrida innovatsion g'oyalarni muvaffaqiyatli biznesga aylantirish uchun nafaqat bilim va tajriba, balki ishonchli moliyaviy hamkor ham zarur. Shu bois Aloqa Ventures tomonidan istiqbolli startapchi Sarvar Hasanovga loyihasi uchun 150 ming AQSh dollari miqdorida investitsiya ajratildi. Biz dasturiy mahsulotlar ishlab chiqish va startaplarni rivojlantirish bilan shug'ullanamiz. Joriy yil boshida Aloqa Ventures fondidan uy-sot loyihamiz uchun investitsiya oldik. Uy-sot loyihamizda 30 dan ortiq xodim ishlaydi. Umumiy kompaniya miqyosida 70 dan ortiq xodim ishlaydi. Uy-sot dasturi mijozlarga o'zlariga kerakli bo'lgan uyni topishlari uchun tez va qulay yechim. Yoshlarimizning tadbirkorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida, ularga bo'sh ish o'rnini yaratish maqsadida, shuningdek, startap g'oyalari, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish maqsadida yoshlar biznes dasturi ishlab chiqildi. Ushbu biznes dasturi doirasida biz yarim yillikda 320 ta mijozimizga 44 milliard so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratib berdik. Kelgusi 6 oyda 44 milliard so'm kredit ajratishimiz rejalashtirilgan. Uning natijasida biz kamida 500 nafar yangi ish o'rni yoshlarimizga yaratib beramiz. Yurtimiz yoshlari kelajak poydevori. Bugun ularga yaratilayotgan imkoniyatlar ertangi kunimizning porloq bo'lishiga xizmat qiladi.